Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga chorshanba 11-iyun 2025-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizda video syomkani boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimizni boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa, bittadan like bosib, poddesh yoqtirasizlar. Kanalimiz rivoji uchun. Bugunga 9 ta xunojin keldi. 7 ishchilari bilan video qilmoqchi bo'ldik mana. Somon terib beryapmiz bularga. 7 ishchilari zo'r ekan hammasini. Hozir bo'y bastlarini ham eslatib o'tamiz. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqa chiqishlari mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, ekraningizda o'ng tomondagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Qurbon hayitidan keyin narx-navolar sezilarli darajada qo'shilib qoldi. Yana bo'y bastlari birdan baland hammasini bo'yi. O nari chekkadagisi 1.20 si ham bor, 1.5, 1.10 hammasidan bor. Xohlasa qiziqqanlar bemalol aloqa chiqaverasizlar. Arqa oldilari ham kelishgan. Yaxshi suyagi buzuq mollardan keldi. Narxlarni ham qo'ldan kelganicha arzonroq qilib aytamiz. Tashqarida ham ikkita xunojinimiz bor. Uchalarni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Yemga tayyor variantidan yeb turgan xunojin. Bo'y bastlari 1.15, 1.10 chiqsa kerak. O'lchamadim lekin. Sog'liklari yaxshi, uzunligi yaxshi, hamma yo'g'i kelishgan. Narxi keladigan bo'lsa 11 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Hop, ola xunojinimizni 10 million so'mga qilib beramiz. Birdan baland 1.5 chiqsa kerak. Bu ham 7 ishchilari zo'r ekan. Eslatib o'tamiz, dastlabki xizmatlarimiz vodiy bo'ylab boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Bular Qashqadaryo yoki Surxondaryo yoki Voha tomonning mollari emas, o'zimiz vodiyning mollari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan obunachilarimiz buni juda yaxshi bilishadi. Mana shu ekalasini 8 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bular ham bo'y birdan baland. Mana busini 6 million 700 ming so'mga qilib beramiz. Orroq, lekin 7 ishchisi o'ta zo'r. Somon yeb turibdi, ko'rib turibsizlar. Shuning uchun narxini yo'lida qilib beryapmiz, oralig'ini hisobiga. Mana busini bo'yi bu ham 1.5 chiqsa kerak. O'lchamadim, lekin aytsalaring o'lchab, aniqini ko'rsatib beraman. 9 million so'mga qilib beramiz bunisini. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana busini mana 8,5 million so'm. Qiziqqanlar yana bir bor eslatib o'tamiz. Ekraningizni o'ng tomonidagi nomerga aloqa chiqishlari mumkin. O'y bastlari hamma yo'q zo'r. Dalada boqib yuraman deydigan odam bo'lsa ham bo'laveradi. Sog'liklari o'ta zo'r ekan. Bu xohlasa eplaydigan emas. Mana bu yerda 6 ta qo'chqorchamiz bor. Bo'ylari 80 dan baland bo'ladi. Qiziqqanlar aloqa chiqsalarning narxini telefonda gaplashaveramiz bemalol. Hop. 3 ta 4 tasi qirg'iz, ikkitasi Jizzax qo'yi bular.
Hop, tashqarida ikkita nojinchamiz bor, o'shalarni ham videosini qilib beramiz. O'zi anchadan beri mol kelgan yo'q edi, shuning uchun video qilingan yo'q edi. Mana Xudoga shukr, kecha bugun keldi, yer bekishini sinovdan o'tkazib video syomka qilyapmiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishloqida bizning manzillarimiz. Telegramlar bor, mana shu nomerimizda, qo'yilgan nomerda. Aytsalaringlar, kasa tashab ko'rsatib beraveramiz. Yer bekishini mana ko'rib turibsizlar, somon, to'lka somon. Kimdadir ko'pga imkoniyat yo'q deb biz o'zimiz somon beryapmiz shuning uchun. Tashqari dag'lari 8,5 million so'mdan qilib beramiz bu ikkalasini. 1 metr bo'ylari. O'ta zo'r, xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, zo'r, xudo xolasa. Ishqibozi bo'lsa boqadigan hunojillar keldi bu safargilari. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz bizlarga nasib bo'lsin. Allohdan oilalaringga fayz baraka, qilayotgan ishlaringga fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, pardashga turasizlar.